Nima deyapti? Qaraysizlar, hurmatli Atletika lonachilar. Nima bo'ldi? Shu Atletikoga balet qildingizlar, shu 27-sekunddagi golni bor-ku, shu uylaringizda tugaganday nishonladingizlar, lekin baribir oxiri nima bilan tugadi? Penaltilar seriyasi. Penaltilar seriyasida nima bo'ldi? Yana oxirgi bo'lib Rudiger Alvares qo'ydi, qo'pol bo'lsa ham. Nima bo'lsam, hurmatli Realchilar, shu yil nasib bo'lsa ana yil Real Madrid formasida turadi-ku, Chempionlar Ligasining kubogi hozir 15 turibdi. Nasib bo'lsa bu yilgi mavsumda 16 ko'ramiz ana shuni, ishoninglar. Nima deymiz, Barsachilar? Bekorga Gvardiola aytmagan. Real Madridni finalgacha to'xtatsang, to'xtat. Atak ular finalga chiqdimi, tamom, tugadi o'sha hammasi. Bunaqa o'yin bilan qilolmaydi u bu deganlar, sizlar bitta narsani bilinglar. Finalgacha chiqamiz biz. Va nasib qilsa bu yil ana bu yoqda bor-ku, Chempionlar Ligasi kubogida 16 turadi bizada. Endi sizlarda bilmadim, necha o'sha 5 turaveradi, sizlarga 5 yarashadi. O'yin natijasini ko'ryapsizlar va asosiy raqiblardan biri bo'lgan Atletico Madrid bu yildan olib tashlandi va Real Madrid keyingi bosqichda.